Abduvali Ayubning Turkiyada Xitoy ishtiyoqi nomli kitobidagi kichik tema ular bizdan qo'rqidi. Qamoqda gundpaylar bizning qandoq yashashimiz bilan kori bo'lmagan bilan o'lish ehtimolimiz bo'lgan har qanday ishni cheklaydi. Yotqanni chumkab uxlay olmaydik. Tish cho'tkisimi alohida yasalgan yumshoq sapliq edi. Yangi chog'liq metallarnila emas, tamoq qochilarimizga chag'allarda biror qitim chiqib qoldigan to'xu ustixonlarni yig'ib oladi. Yaqindan beri chiqayotgan xabarlarga qarasam, vatanda tarbiyalash nomidagi jazo lagerlaridami o'lish cheklandi ekan. 2014-yili maydan keyin ta'sis qilingan jazo lagerlari dunyoda bugun hech bir elda mavjud bo'lmagan favqulodda bir organ bo'lg'achqa, dunyoning diqqat markaziga aylandi. Muxbirlar ona tuproqlarimizni kezib, hech bir shahidga erisholmay Turkiyaga kelib to'xtaydi. Ular Qashqar, Xotan, G'ulja va Urumchilarda o'rilgan masjidlar, taqalgan xaroba jamialar, pechatlangan o'ylalar, tashlandiq mahallalar, kayniga tushib olgan saqchilar, mashkilar va payloqchilardan shikoyat qiladi. Ular tartib kelgan rasmlar biz cho'ng bo'lgan qaynoq bozorlarning odamsiz ko'rinishi, qiston ko'chalarning pinhon manzarasi, Kompartiyaning mahallamizga qadag'an, qalbimizga sanjigan qizil bayroqlar haqida so'zlab berdi. Vatanda hech bir Uyg'urning ovozini anglashga, yurak sadosiga quloq selishga qodir bo'lolmagan muxbirlar Turkiyada zulmga shohid Uyg'urni izlab ko'rishdi. Vatan tuproqlaridan biror chimdim to'p elib kelolmagan qop-quruq qo'llar Turkiyada onam, balam, jon-jigarlarim deb duoga ko'tarilgan qo'llar bilan ko'rishdi. Ko'zlar qo'llarga tikildi. Qo'llarda bir-birini qoyil qilgudek, bir-biriga madad bergudek kuch yo'q. Ichilgan alqonlarda dardlarga malham bo'lgudek hech nima yo'q. Dard aytganmi, anglaganmi, kulib ko'rishib, yig'lab xayrlashidi. Vatanning yodgor bo'lgan ko'rinishlarda ne bir Uyg'urning kulki ovozi, ne bir balaning yig'i sadosi, ne bir bovayning yutili, ahu faryodi yo'q. Mening eng ko'p o'ylaydiganim bir kunlik yashash 10 kunlik xo'rliqqa badal bo'layotgan, tiriklikning tezakchilik tayini qolmayotgan, hayotda hamoqatlarcha yeb ichishning xatir ko'rinib turgan zaminda o'limning qadri. Manga hech bir hukumat, partiya va podshohning ruxsatisiz keladigan o'limning mushkullarda qandoq kutib olinib, qandoq uzatilayotganligi, o'limning qanchalik kishining orzusiga, tanlashiga aylanganligi gumonliq tuyuladi. Men to'yni Xitoycha, Xitoy bilan qildirayotgan va shundoq to'ylarni tashviq qilayotgan zolimning nimishqa o'limni Xitoycha o'tkazgan, Xitoycha uzatgan ko'rinishini tashviq qilmaydiganligiga hayron. Vatanda Uyg'ur ko'rayotgan zulmning turlari haqida xabarlar ishlandi. Ammo mushkun kelgicha xo'rliqqa qarshi o'lib olganlar haqida g'arblik biror muxbir texi bir narsa demadi. Hech bir axborot vatandagi hayotning yashig'ili bo'lmas holiga kelib, o'limning moda bo'lgan bir manzarasini sizmadi. Xo'rliq shalvarab, azoblar yiringlab ketgandan beri Uyg'urcha xabarlarda faqat 2 kishining o'lib olganligi haqida uchur tarqaldi. Biri Urumchidagi bir ziyoli, yana biri Yarkentdagi bir dehqon. Xitoyning zuvanida oshkora to'yning xabari hamma yerni kezib yurgan bilan, xufiyona o'limning xabari Uyg'urning orasida, og'zida va taratqularda sir petib turibdi. Muxbirlardan so'rayman. Vatandan nagan-naganda kelib qolgan sayyoh va tadqiqotchilarga murojaat qilaman. Ular xo'rliq, qo'rqinch va xotirjamsizlik ichidagi hayotdan xabardor. Ammo o'limdan bexabar ekan. O'lim g'arib, unsiz, o'zidan xabar berishga qodir emas edi. Oxiri vatandan yangi kelgan bir tadqiqotchi bu haqda tilga keldi. Uning aytishicha, hozirgi vaziyatda Uyg'urlar yashashdan emas, o'lishdan ansiraydi ekan. Sababi qo'rqinchoqlik emas, izzatsiz o'lish emas.
unsiz ko'milish texmi emas, balki o'lganda kul bo'lishning vahimasi ekan. U tadqiqotchining aytishicha, vatanda Uyg'urlar qandoq yashashni emas, qandoq o'lishni o'ylasimi, unsiz qiynaladi ekan. Musibat kelganda meyitni yuyadigan odam yo'q. Namozni tushiradigan imomi yo'q. Keladigan namozxonmi yo'q. Dadam, onam, murabbim deb yig'lab mangdiganlardan yoshlar turmiga, erlar qamoqqa, ayollar lagerlarga qamalgan. Uyg'urda hayot hammadan yuk emas. Turmushning normal tartibida yashayotganlar yo'qmi emas. Ammo o'lim hamma kishi uchun benormal, ta'tir va vahimalik. Kent mahallaga qurilgan jahannamdek lavildab o't kuyayotgan jasadxonlar xuddi dam tortadigan ejderhodek ularni shurkandirdi. Jasad ko'ydirish degan so'z Uyg'urlarning yurakini siqib, beshini qatirdi. Kompartiyaga sodiq yashayotgan boshliqlardan tortib, qo'ral ko'tarib odam tutayotgan saqchilargacha hammasi o'lsa ko'ydirilishdan qo'rqidi. Bu kishining aytganlariga qarab o'yga cho'kaman. Ko'rinmas bir pichoq yurakni tilg'aydi, o'yidi. O'ylagancha yurak texim cho'nqur o'yladi. Shu narsa optapdek ayon. Yashsang qul bo'lsan, o'lsang kul. Erik uchun, insonlik haqqing uchun o'lib kul bo'lamsan yoki yashab qul bo'lamsan. O'zingning ishi. Bu kishining so'zlarini anglab, Xitoy bilan Uyg'urning eng cho'ng farqi to'ydila emas, o'limda ekan deganni o'yladim. Xitoy o'limni oq deb tasvirlab musibatda oq kiyinsa, Uyg'ur qora deb ta'riflab qor kiyindi. Kommunist Xitoylar o'limni barbodlik deb qo'rqsa, Uyg'ur o'limda hayotlik borligiga e'tiqod qiladi. Xitoy Uyg'urning o'lim nazarisida, ta'tida qiroat qilinadiganligini biladi. Zalimlar o'limda ortilgan yog'liqdan adolatning bayrog'i lapildab ketgandek qo'rqidi. Zalimlar o'limdan emas, o'lim bilan dili erigan Uyg'urning Allohning ovozidan, imonning jakosidan ruhlanib, qalblarini birlashtirguchi oyatlar bilan kuchlanishidan qo'rqidi. Shunga zalim Xitoy Uyg'urning yashashni emas, o'lishni tanlashidan qo'rqidi. Shunga o'limlarni yoshirdi. To'ylardek tashviq qilmaydi. Xitoy bizdan hurlik, insonlik da'vosi qilmay, mahallamizda Uyg'urcha so'zlab mengib yursakmi qo'rqib ketdi. Shunga qamab qo'yishdi. Ular bizdan qo'rqidi. Vatanda tirikimizla emas, o'likimizmi ularni qo'rqitdi. Bizning jonliq qaddimiz emas, jonsiz tenimizmi ularga vahimlik tuyuladi. Shunga ko'ydirib kul qilmag'icha aram topmaydi. Biz muhojiratdagi Uyg'urlar surgunni tanlagan. Ziminni tashlab bergan turibmi, ularning qo'rqinchini yo'qotolmaymiz. Shunga ular bizni mangu qaytib kelmasin deb pasportsiz qo'ydi. Borgan yerga singib ketsin, butun dunyoga tezib ketsin deydi. Ular bizning surgunda yashab qolishimizdan emas, qaytib berishimizdan qo'rqidi. Chunki biz borsak, haq uchun haqqoniyat da'vosi qilg'ili, haqqimizga haqorat qilgan zolimga qarshi turg'ili, qamalgan qadrdonlarimizni qutqazg'ili, yo ular bilan birga yashag'ili, yo ularning yashash uchun o'lgili bormiz. Biz vatanda bir qitimliq o'lish badaliga mangulik yashag'ili, yashatqili bormiz. Har minutda ming qitim o'layotgan, tiriklikda nomusi dafsanda qilinayotgan qarindoshlarimizga, adolatga zor bo'lgan yurak paralarimizga hurlik ato qilg'ili bormiz. Mayli vatanda tashvishda bo'layli, yoki musofiratda tahdidda bo'layli, mayli qamoqda xor bo'layli, yoki hurlikda zor bo'layli, Xitoy bizning sukutda yashashni emas, harakatda o'limni tanlashimizdan qo'rqidi. Ular bizning o'limga zayponlarcha taslim bo'ladigan emas, mardonlarcha yuzlanadigan millat ekanligimizni biladi. Shunga ular bizning surgunda yashab qirib ketishimizni, qamoqda yig'lab qurib ketishimizni kutadi. Ular ballalarimizga agishib, yot tuproqlarga tezib ketishimizni yoki farzandlar bilan musofirchilikda erib ketishimizni saqlayotdi.
Biz vatanni tashlab berib, ularni xursand qildik. Shunga surgunda sadosiz yashab, aloqsadi qila olmaymiz. Xitoy chet elda xotirjam yashayotganlardan qo'rqmaydi. Qaytishni tinimsiz qaror qilganlardan qo'rqadi. Xitoy muhojiratda yashashni talganlardan emas, vatanda o'lishni, vatan uchun, hurlik uchun o'lishni tanlaganlardan kecha-kunduz vahima yeydi.